Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrli do'stlar, qurban chalirga jig'inamiz. Ammo lekin qurban chalganda ish shartni o'targa unutmaylik. Birinchidan, qurban chalganda shin ixlos ko'ngildan Alloh rizoligi uchun o'targa tiyishmiz. Ko'proq Eid bo'lsin, anda temnirak bo'lsin, aybat, ansa kerakdir. Ammo lekin eng avval Alloh taolaning rizoligini umid etib shu amalni o'targa tiyishmiz. Agarda Alloh rizoligi bo'lmasa, ol qurban Alloh taolo oldida darajali bo'lmas. Ikkinchisi, qurban ol bizning qadrli bo'lirga tegish. Agarda biz qadrli, yaratgan, qiymatli aybirni sarf etmasak, ol vaqtda qabul bo'lmasqa mumkin. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytdi: A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Estağfiru billah. Alloh taolo Qur'onda aytdi: sizning qurbonlaringiz, izgiliklaringiz, sizning izgiliklaringiz qabul bo'lmas, agarda qadrli bo'lgan qiymatli aybir bilan o'rtoqlasha olmasangiz. Ya'ni bo'lgan Alloh taolaning ne'matlari bilan o'rtoqlashganda Alloh taoloning shu holat bek qiymatli. Ham uchinchisi, qurban chalganda, qurban amalin o'taganda, idan chiqqanda biz shu izgilikni boshladik endi. Aralashmasga, tirtinib kishining haqına kirmasga, biz o'zimizning g'iybatda ekanligini unutmaylik. Qurban chalib, Alloh taolo oldida shu izgi amalni o'taymiz ekanligini unutmaylik. Ham qurbonlarimizni qabul etib olaversa, Alloh taolo shu izgilik bilan o'zining rahmatini yaqinaytir. Bek ko'p misollar keltirib bo'lar. Qay vaqt kishilar tirtishib, itishib, to'xtali tezroq, eng zo'rin, eng mug'izlisin, eng semizin olayim deb kishi haqına kirib, o'zlarining qurbonlarining savobini butunlay yo'qotadilar. Shunga ko'ra, hurmatli jamoat, keldik, o'zimizning qurbonimizni saylaymiz, olamiz, shalamiz, ham doimiy ravishda shu vaqtda duoda bo'laylik. Tilakda bo'laylik. Ham Alloh taolo hech cheksiz shu izgiliklarning natijalarini ko'rganda suyunirga nasib aylar. Shat inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.